Dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Bugun va ertaga shanba kuni O'zbekiston hududi bo'yicha yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida 28-fevral kuni kechasi va ertalab yomg'ir yog'ishi mumkin. 1-martda Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yomg'ir yog'adi. Shimolda ba'zi joylarda qor yog'adi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ayrim joylarda kunning ikkinchi yarmida biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Respublikaning qolgan hududlarida yog'ingarchiliksiz ob-havo saqlanib turadi. Respublikaning ko'pchilik hududlarida havo harorati 10-15 daraja iliq atrofida. 1-mart yakshanba kuni ba'zi joylarda 17 daraja iliqqacha, janubda 20-25 daraja iliqqacha ko'tariladi. Harorat kechalari 1-6 daraja iliq bo'ladi. Respublika shimolida asosan harorat kechalari 2-7 daraja sovuq, kunduz kunlari esa 0-5 daraja iliq bo'ladi. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Shimol va cho'l hududlarida ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Poytaxtimizda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shanba kuni havo harorati 10-12 daraja iliq, yakshanba kuni esa 14-16 daraja iliq bo'ladi. Kechalari esa 2-4 daraja iliq bo'ladi.